qanday quvvatlanmasdan ishlaydi. Bu hazil emas, bu beta volt. Siz hali zaryad topib quvvat izlab yurganingizda Xitoyda allaqachon umuman zaryad talab qilmaydigan batareya yaratildi. Tanishtiraman, beta volt 100 bu birinchi yadroviy batareya bo'lib, yarim asr ishlaydi va tangadek kichik. Uning ichiga radioaktiv nikel 63 joylashtirilgan. U sun'iy olmos qatlamlari orasiga mahkam qo'yilgan. Natijada esa barqaror 3 voltli tok ishlab chiqaruvchi mikroreaktiv vujudga kelgan. Hech qanday tutun yo'q, yong'in xavfi yo'q, radiatsiya deyarli yo'q. U shu darajada xavfsizki, uni hatto yurak stimulyatoriga ham o'rnatish mumkin. U qizib ketmaydi va -60 dan +120 gradusgacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. Bu batareya oddiy batareyalar allaqachon ishdan chiqqan joylarda ham ishlay oladi. Hajmi atigi 15 mm. Kelajakda nimalar kutmoqda bizani? Smartfonlar, dronlar, aqlli soatlar hech qachon zaryadga qo'yish kerak bo'lmaydi. Va eng qiziq jihati, yil oxirigacha 1 vatli yangi versiya chiqadi. Bu esa kundalik gadjetlarimizga to'liq quvvat beruvchi bo'ladi. Kelajakda rozetka degan so'z biz uchun eski tarix bo'lib qoladi va bu o'zgarishning birinchi sababchisi beta